Yaponlarning uzoq umr ko'rish siri ochiqlandi. Yaponlar asosan baliq, dengiz mahsulotlari, guruch, sabzavot va fermentlangan ovqatlar iste'mol qiladi. Qovurilgan, yog'li va shirin taomlar kam yeyiladi. Ovqatlanishda muhim qoida: to'yib yemasdan biroz och holda turish. Shuningdek, davlat darajasida ham sog'liq nazorat qilinadi. Noto'g'ri ovqatlanish zararli ekani haqida targ'ibot olib borilgan va natijada yurak hamda saraton kasalliklaridan o'lim 22% ga kamaygan. Yaponlar har kuni faol harakat qiladi. Hatto keksalar ham ko'chada yig'ilib suhbatlashishadi, shaxmat o'ynaydi, sport bilan shug'ullanadi. Mamlakatda hatto kun davomida umumiy sport daqiqalari ham mavjud. Bundan tashqari odamlar ko'proq sayr qilishni afzal ko'radi. Bu esa ruhiy holatga ham ijobiy ta'sir qiladi. Ko'pchilik uzoq umr ko'ruvchilar erta uxlash va erta uyg'onishga amal qiladi. Bundan tashqari yaponlar issiq buloqlar va jamoat hammomlariga boradi. Bu joylar nafaqat tana, balki ruhiy tinchlanish uchun ham xizmat qiladi. Issiq buloqdagi suvlar shifobaxsh deb hisoblanadi va qarishni sekinlashtirishga yordam beradi. Yaponiyada ayollarda o'rtacha umr yoshi 87 yosh, erkaklarda 81 yosh, 100 yoshdan oshganlar 80 mingdan ortiq. Urushdan keyin esa atigi 56 yosh atrofida bo'lgan. Xo'sh, sizda bu odatlarning qaysi biri bor? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Bizni kuzatishda davom eting, chunki siz bilmagan sara xabarlar halol oldinda.